Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya Iskandarlar yordamida Kiyevga ayovsiz hujum uyushtirdi. Rossiya bu urushda yutmaydi. Germaniya kansleri Putinni front chizig'ida to'xtashga chaqirdi. Lukashenko Rossiya elchisidan Belarusni urushga jalb etmaslikni so'radi. Irondagi qizlar maktabiga berilgan zarbada kim aybdor ekanini hech qachon bilib bo'lmaydi. Tramp. Yaqinlaringizni xursand qilishni xohlaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz va barcha yaqinlaringizga sizning nomingizdan eng samimiy va eng ezgu tilaklarni unutilmas tarzda yetkazib beramiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar bizda mavjud. Chet davlatda yurgan yaqin insonlaringizga ham tabriklar yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroq kanalimizda bizning xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq tabriklarga buyurtma bering. Bugun Rossiya Iskandarlar yordamida Kiyevga ayovsiz hujum uyushtirdi. 26-iyunga o'tar kechasi Rossiya qurolli kuchlari Ukraina hududlaridagi bir qator obyektlarga yuqori aniqlikdagi qurollar va uzoq masofali uchuvchisiz apparatlar yordamida qo'shma zarbalar berdi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, zarbalar Kiyevdagi qurol-yarog' saqlash obyektlari va Poltava viloyatidagi Kremenchuk neftni qayta ishlash zavodiga berilgan. Guvohlar va monitoring kanallari ma'lumotlariga ko'ra, zarbalar asosan Kiyevning Darnetsk tumaniga, bir nechta harbiy qismlar va omborlar joylashgan ta'mirlash bazasi hududiga yo'naltirilgan. Ukraina rasmiylari zarbalar bo'lganini tasdiqladi, biroq jabrlanganlar yo'qligini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtda kuchli yong'in kelib chiqqan va o't o'chiruvchilar uni butun tun davomida bartaraf etishga harakat qilgan. Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenko aholini boshpanalariga o'tishga chaqirgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, havo mudofaa tizimlari raketalarga qarshi tinmay ishlagan. Kremenchukda neftni qayta ishlash zavodi hamda uning yonida joylashgan issiqlik elektr stansiyasiga berilgan zarba natijasida shaharda elektr energiyasi va suv ta'minotida uzilishlar yuz bergan. Mahalliy hokimiyat vakillari raketa va dronlar sanoat obyektlariga kelib tushganini ma'lum qildi. Manbalarga ko'ra, hujum vaqtida Iskandar M ballistik raketalari va 15 dan ortiq Geran 2 uchuvsiz apparatlardan foydalanilgan. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, 20-26 iyun kunlari oralig'ida Ukraina harbiy infratuzilmasiga qarshi jami 5 marta guruhli zarbalar amalga oshirilgan. Vazirlik bu hujumlarni Rossiya hududidagi fuqarolik obyektlarga qarshi Ukraina tomonidan uyushtirilgan terrorchilik hujumlariga javob deb atagan. Rossiya bu urushda yutmaydi. Germaniya kansleri Putinni front chizig'ida to'xtashga chaqirdi. Germaniya kansleri Friedrich Merz urushni tugatish uchun Rossiyani front chizig'ini muzlatishga chaqirdi. U bu haqda Polshaning Gdansk shahrida bo'lib o'tgan Ukrainani tiklash bo'yicha konferensiyada ma'lum qildi. Rossiya bu urushda g'alaba qozonmaydi. Yevropaning Kiyevni qo'llab-quvvatlashi o'zgarmas, dedi u. 15-17 iyun kunlari Fransiyada G7 sammiti bo'lib o'tgan edi. Germaniya kansleri ushbu sammitda Yevropa davlatlari va AQSh o'rtasida Ukraina masalasida birlik saqlanib qolganini aytdi. Bugun biz Rossiyaga aniq signal yubormoqdamiz. Muzokaralarga kirishish, front chizig'ini muzlatish va qotilliklarni to'xtatish vaqti keldi, dedi Merz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan muzokaralar olib borishga tayyorligini bir necha bor ta'kidlagan. Biroq Moskva Ukraina qurolli kuchlaridan Rossiya armiyasi to'liq egallab olmagan hududlarni, Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlarini ularning ma'muriy chegaralari doirasida tark etishni talab qilmoqda. AQSh prezidenti 24-iyun kuni ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiyning urushdagi harakatlarini maqtadi. Har holda u taslim bo'lmay turibdi. Har ikki tomondan ko'plab odamlar halok bo'lmoqda. Biroq menimcha uning ishlari yomon ketmayapti, dedi Donald Trump. U shu tariqa jurnalistning Zelenskiy hozir g'alaba qozonmoqda deb hisoblaysizmi degan savoliga javob bergan. Avvallari Trump Ukraina rahbarini bir necha bor tanqid qilgan. Jumladan uni mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish borasidagi sa'y-harakatlariga to'sqinlik qilishda ayblagan edi. Lukashenko Rossiya elchisidan Belarusni urushga jalb etmaslikni so'radi. Belarus Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarga qo'shilish niyatida emas. Bu haqda mamlakat prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya elchisi Boris Grizlov va Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyov bilan uchrashuvda ma'lum qildi.
Shu tariqa Lukashenko ilk bor Belarusni mojaroga jalb etishga urinishlar bo'layotganini ochiq tan oldi. Urushga aralashish kerak emas. Bu yerda go'yoki Boris Vyachslavich bizni urushga tortish uchun jarayon boshlagandek. Bizni bunga undash kerak emas, dedi Lukashenko Grizlevga murojaat qilib. Bu so'zlar aynan elchiga qaratilgan. Ammo Rossiyaning TASS agentligi o'z reportajida ushbu gaplarni e'tiborsiz qoldirgan. Lukashenko bu masalani Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'p marta muhokama qilganini aytgan. Shuningdek, belaruslar ukrainaliklar bilan urushni istamasligini takrorlagan. Lukashenko Rossiya mintaqalariga, jumladan Moskva viloyatiga iqtisodiyot hamda xavfsizlik sohasida yordam berishga tayyorligini bildirib, o'zining rad javobini yumshatgan. 23-iyun kuni The Wall Street Journal gazetasi Rossiya Ukrainaga qarshi yangi front ochish maqsadida Belarus hududidan foydalanishni talab qilib, Lukashenkoga bosimni kuchaytirgani haqida yozganda, Rossiya qo'shni davlatdan NATO mamlakatlariga qarshi ommaviy dron hujumlari va gibrid operatsiyalar uyushtirishda foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani aytilgan. Bu borada 2026-yil boshidan beri Belarusga bosim o'tkazilayotgani, muzokaralarni esa Rossiya elchisi olib borayotgani ma'lum qilingan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron may oyida Lukashenkoga qo'ng'iroq qilib, uni urushga qo'shilmaslik bo'yicha ogohlantirgan edi. 19-iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina shaharlariga berilayotgan zarbalarni yo'naltirib turuvchi Rossiya retranslyatorlarini demontaj qilish uchun Belarusga bir hafta muhlat bergan. 24-iyunga kelib Zelenskiy ushbu retransляторlar 22-iyundan boshlab ishlashni to'xtatganini aytgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Kiyevning talabini tajovuzkor tahdid deb atagan va Putin bilan Lukashenko o'rtasida tez orada muloqot bo'lishini aytgan. Erondagi qizlar maktabiga berilgan zarbada kim aybdor ekanini hech qachon bilib bo'lmaydi, Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp 24-iyun kuni Erondagi urushning birinchi kuni, 28-fevralda qizlar maktabiga berilgan halokatli zarba haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yuzlab bolalar hayotiga zomin bo'lgan ushbu fojiada kim aybdorligini hech qachon bilib bo'lmasligi mumkin. Mart oyida Reuters agentligi AQSh harbiylarining dastlabki ichki tekshiruviga tayanib xabar bergan edi. Unda Eron janubidagi Minab shahrida yuz bergan ushbu mudhish zarbaga AQSh kuchlari mas'ul bo'lishi mumkinligi aytilgan. Shundan so'ng Pentagon surishtiruv ishlarini yuqori darajaga ko'tardi. Biroq dastlabki xulosalarni hali rasman tan olgani yo'q. Ular bu muammoni qachondir hal qila olishiga ishonmayman. Kim aybdor ekanini aniqlash qiyin, chunki o'shanda u yerda har tomonda raketalar uchib yurganda. Yuz bergan voqea dahshatli, lekin hamma joyda raketalar uchayotgan edi, dedi Tramp jurnalistlarga. Tramp so'zda davom etib, kimdir buni bizning raketa dedi, balki u bizniki emasdir. Bu hujumni biz uyushtirganimizga dalil bo'ladigan hech narsani ko'rmadim. O'ylaymanki, buni biz qilmaganmiz, deb qo'shimcha qildi u. Eron rasmiylarining ma'lum qilishicha, 28-fevral kuni AQSh va Isroil Eronga hujum boshlagan vaqtda yuz bergan ushbu zarba oqibatida 175